Assalomu alaykum do'stlar. Endi raqda birov yozibdir. Polplastika deb nimani aytdingiz deb. Misali ramka qiladi-ku stenalarga. Shu ramkaning ichini bo'lak aboy, sirtini bo'lak aboy qil. Aboy bilan bo'ladi. Prosta ramkalarni sirti bo'lak bo'ladi. O'shalarni biz polplastika deymiz. O'sha misali materiallari beri plastikadan ko'ra sal yengilroq bo'ladi. Bunaqa katta raznica qilmaydi. Sallari raznica qiladi. Bundan ko'ra plastika qilib qo'yganingiz yaxshi-da. Polplastikada hech qancha raznica qilmaydi. Gededa bir plastikani moldingni olasizlar, baribir polplastikaga. Prosta kraska olasizlar. Yana nima o'zgarish bo'ladi? Kraska bilan aboy rol o'ynaydi, xolos. Kraska bilan aboy. Bunga ko'ra kraska qilib qo'yganingiz yaxshi-da. Polplastikaga ham asha moldingni olasizlar. Patologlar o'sha plastikani singari bir xil bo'ladi. Patologlar bir xilda bo'ladi, do'stlar. Bunaqa katta o'zgarish bo'lmaydi. Polplastika bilan plastikada. High-techda ham shunday. Ramkalar rol o'ynaydi. Sizlar kraska qo'ysizlar-da, aboy qilib qo'yasizlar-da. Hozir tunjarimda begar o'tirib, shuni aytib tushuntirib qo'yin dedim. Do'stlar, sizlar uyingizning uzunini, to'rasini aytsangiz, biz qancha material ketadi, o'shanga qarab turib sizlarga chiqarib beramiz. Plastika qilasizlar, polplastika. Hozir men mana shu videoning oxiriga polplastikani ozmas parchasidan qo'yib beraman. Tinch bo'g'ila qayerda bo'lsa mana mana shular polplastika. Chunki aboy bilan bo'ladi-da bular. Kraskani o'rniga aboy ishlatadi. Plastikada figuralar dizayni o'shunday chiqaradi. Prosta stenaga kraska qo'yib aboy qilinadi. Mana. Ko'rdingizmi? Patologlar ham shunday. Ramka qilib, ramkaning ichi bo'lak